Yakshanba bo'lishiga qaramay ishxona kiysam, polni uborka bo'layotibdi. Bu tarafda bitta Damas turibdi qarasam. Hozirgina olib qolishgan ekan. Qaynoqqina silyapti, reklama qilib beray dedim. Mashinani yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza, yoqilg'ilari metan gaz, balonlari zavodskoy, yangi holatda. Salonlarni bir ko'rib chiqamiz akalar. Kirada yurmagan. Bu dokument payti ham bemalol egalaridan so'rab olaverasizlar. Probeglari 64 mingga yaqinlashib qopti. Halolidan qo'ymasdi. Motorxonalarni ko'raylik shu bu xona. Motorxonalari ham zo'r holatda turibdi. Mashinamizning narxi 80 million so'm. Kraskalar toza, umuman qirq-sirig'i yo'q. Avtokreditga eng minimal hamma dokument rasxot ichida 11 million so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 2 million 600 mingdan. Kerakli hujjat faqatgina pasport, hech qanaqa oylik ish haqi, prava talab qilinmaydi. Murojaatchi nomer qoldiramiz. Telefon qilib yana ham batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Bundan tashqari ham variantlar bor. Kelib ko'rib bemalol baraka qilsangizlar bo'ladi. Manzilimiz yangi Xalq bankidan o'tgandan keyin 10 qo'ldan keyin mana shu avtosavdo shahri savdosi keladi. Kelib ko'rib bemalol baraka qilsangizlar bo'ladi.